xuddi 5 mahal namoz o'qimayman, balki men ro'mol kiymayman. Balki men san'atkorman. Lekin men shunaqa gunohlar qilmayman. Men namoz o'qimasam ham Xudodan qo'rqaman. Biz ham Allohdan qo'rqamiz namoz o'qimaganimiz bilan. Biz ham qalbimiz toza, qalbing toza emas sen. Sen Allohdan qo'rqmaysan. Chunki Allohdan qo'rqqaningda nima qilarding? Gunoh ustida turib, men Allohni yaxshi ko'raman dema, birodar. Seni gunohdan olayotgan lazzating sen uchun Allohdan ko'ra qimmatroq ekan. Allohning roziligidan ko'ra mana shu lazzating sen uchun mahbubroq ekan. Shuning uchun Alloh taolo aytadi: otalaringlar, bolalaringlar, aka-ukalaringlar, xotinlaringlar, uylaringlar mana shular Alloh va Rasulidan ustun bo'ladigan bo'lsa, Alloh va Rasulidan ko'ra muhabbatli bo'ladigan bo'lsa, Allohning balosini kutib turinglar. Shuning uchun ishingiz, oilangiz, kasbingiz, tijoratingiz, ulfatingiz deb Robbingizga osiy bo'lyapsizmi? Demak, Allohni qo'yib mana shularni yaxshi ko'rayotgansiz.